Xayr 2025, assalomu alaykum 2026. Bu yilning ilk qadamlari menga juda ham emotsiya va syurprizlarga boy boshlanyapti. Tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Menda yangi jon. Stop. Rolls-Royce ham harakat qilsak erishamiz. Lekin men nimaga birinchi bo'lib Rolls-Royce ochganimni haqiqiy jonkam ko'rganinglardan keyin tushunib olasizlar. Marhamat, xush kelibsan jonim. Bu toycho 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan erkaklarning orzusi bo'lgan va hali ham bu orzu so'ngani yo'q. Haqiqiy erkaklarning mashinasi Jiguli. O'zbekistonda balki O'rta Osiyoda ham juda ham mashhur mashina. Yil boshiga mendan sizlar uchun qo'rqinchli va dahshatli proyekt. $500 Jigulidan $500,000 turadigan Rolls-Royce mashinasiga aylantirish. Bu degani oddiylikdan yuqori darajagacha sizlar bilan birga chiqamiz. Bu mashinani hozirgi holatiga past baho berishingiz mumkin, lekin bu proyektimiz bitgandan keyin ko'zingizlar balki bu narsalarga ishonmay qolishi mumkin. Xullas, bu mashinani Rolls-Royce'ga aylantirishimiz uchun bizga haqiqiy o'z ishini ustalari bizga hamkorlik aloqaga chiqarasizlar. Sizlarning ham ishinglar, bizlarning ham ishimizga besh bo'ladi. Hamkorlikda butun O'zbekistonga balki O'rta Osiyoga mashhur qiladigan avtomobillar birgalikda sizlar bilan yasaymiz. Na связи.